Qizlarlarim, singillarim, namoz o'qing. Hayotingizda nima bo'lishidan qat'iy nazar, namoz o'qing. Qanday va qancha gunoh qilayotganingizdan qat'iy nazar, namoz o'qing. Bahona yo'q. Bir singilimiz aytadi, "Sheyx, men hijob kiymayman. Men senga namoz o'qi deyman." U aytadi, "Qarang, mening kiyinishim unchalik yaxshi emas. Men senga namoz o'qi deyman." "Sheyx, men spirtli ichimliklar iste'mol qilaman" deydi. "Men senga namoz o'qi deyman." Birodarimiz aytadi, "Men narkotik mahsulotlar sotaman. Namoz o'qi deyman. Mening sevgan qizim bor va men u bilan birga bo'laman. Men senga namoz o'qi deyman." Hayotingizda nima bo'lishidan qat'iy nazar, namoz o'qing. Lekin sheyx, qanday qilib hamma gunohlar qila turib namoz o'qiyman? Bu behurmatlik-ku axir. Men munofiq bo'lib qolaman. Yo'q, siz shuning uchun ham namoz o'qiysiz. Chunki biz mukammal emasmiz. Biz gunohkorlarmiz. Biz xato qilamiz. Namoz o'qing. Alloh aytadi, "Namoz sizlarni gunoh ishlardan uzoqlashtiradi." Namoz o'qing. Bilasizmi, ba'zida odamlar kelib, "Men ishlarimni o'z joyiga tushirib olay, keyin inshaalloh namoz o'qishni boshlayman" deydi.